Assalomu alaykum. Qizlar, mayli bir minutga. Qarang, mana shu pul haqiqiymi yo haqiqiy emasmi? Shuni bilib bera olasizmi? Ha? Biz qo'lingizga ushlab, bilib bering. Mana shu ko'rinishidan haqiqiy dollar, to'g'rimi? Qarang, mana shu dollardan men sizdan qaytib olmayman. Faqatgina bitta savolimga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Alloh taoloni 99 ta ismini menga aytib bera olasizmi o'rgangan bo'lsangiz? Men sizdan shu 100 dollarni sizga sovg'a qilib yuboraman, o'rgangan bo'lsangiz. Yozgandim, bu harakat qiling. Alloh ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Fattah al-Fattah 30 tetsangiz 100 ming so'm beraman. 30 teting xato. al-Fattah 17 ta bo'ldi. al-Alim al-Qabis al-Basit al-Hafiz al-Rafi al-Muiz al-Muzil as-Sami al-Basi al-Hakam al-Azim al-Wadud 30-chi. al-Wadud Malikul Mulk. Voy, gap yo'q. 30 tetingiz. Rozimisiz? Xohlasangiz 99 ga harakat qiling. Zul Jalali val Ikrom. Bo'ldi, boshqa. Voy, gap yo'q. Voy, yaqinlar ko'ryapsizlar. Siz meni tanimaysiz, to'g'rimi? Agar haqiqatan 99 dan yetkazsa, men sizga 100 dollarda real sovg'a qilib olgan bo'lardim. Ato'liga 30 dan yetganlar uchun men 100 ming so'm sovg'a berib yuboraman bu qizga. Yo'q, rahmat. Yo'q, mana. Men bu pul sizga. Charchamanglar, yaqinlar sizlar ham yodlab olinglar, chunki 100 dollar pul yutug'ini yutib olishinglar mumkin. Qani go, sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlar uchun harakatamiz, go.